O'zbek Taysonining reklama narxi qancha? Hozir bilib olamiz. Do'stim, suv kabi bo'ling, suv kabi. Hozir men bu raqam olgandik Instagramdan Tayson adminlari so'menimcha, ha? Ha, reklama nomer ekan. Reklama bo'yicha telefon qilayotgandim. Nima reklamasi? Bitta sport do'konimiz bor edi aka. Moskvadan? Yo'q, Moskvada emas, O'zbekistonda. Onlayn bo'ladi, ha? Yo'qda turib gapirsa. Ha, onlayn ham ko'ramiz. Sizlar shu do'konda bir ikkita videolarni tashlab berasizlar, montajga qo'shib yuboramiz. Ha. Onlayn U reklama. kiyim do'konda o'zi yangi ochdik. Necha yil bo'ladi agar post qiladigan bo'lsak? Narxi где-то bir 50 ming rubl bo'ladi-da, va dollarda qancha bo'ladi? 600 dollarga yaqin bo'lib qoladi, 600 dollardan oshib qoladi. Saftir bosiladi, prosmotr 100 ming, 200 mingga yaqin garantiya beramiz. Oylik bo'lsa-chi, oylik bo'lsa. Uni narxi bo'lsa 165 ming, 170 ming rublda bo'ladi. Где-то 2 ming dollarga borib qoladi. Mayli, Xo'p. Taysonni onlayn reklamasini eshitdingiz. Xo'sh, arziydimi? Siz Taysonga onlayn reklama qildirgan bo'larmidingiz? Izohlarda yozib qoldik.